Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Word dasturiga yozilgan hujjatlarni qanday qilib lotinchadan kirilchaga va kirilchadan lotinchaga o'tkazishni ko'rsataman. Buning uchun bizga mana bunday dastur kerak bo'ladi. Converted dasturi kerak bo'ladi va bu dasturni siz Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanali silkasi YouTube ostida joylashtirilgan. Bemalol kirib, Telegramga kirib, shu dasturni o'rnatib olishingiz mumkin kompyuteringizga. Demak, shuni ustiga bosamiz 2 marta. Mana shu papkani ustiga yana 2 marta bosamiz. 2 ta papka hosil bo'ldi va konvertitni ustiga yana 2 marta bosamiz. Mana azizlar, mana buni belgilaymiz, ay agreni belgilaymiz va keyingisini next deb yozilgan mana shuni bosamiz. Yana shuni bosamiz. Mana azizlar. Bittani bosamiz va dastur o'rnatildi. Yopamiz. Endi Word dasturiga kiramiz. Mana bu hujjatimiz lotin tilida va buni o'zbek tiliga o'girish kerak, kirilcha qilish kerak. Word dasturi tepasida mana bu joyiga Nadstroyka degan oyna ochiladi. Shuni ustiga bosamiz va mana chap tarafga Kiril lotin va lotin Kiril deb yozilgan. Demak, shu hujjatimizni belgilab olamiz va bizga kirilcha qilish kerak buni. Kirilni ustiga bosamiz. Mana azizlar, kirilchaga o'girib berdi. Demak, bu dasturni qayerdan yuklab olishni aytib o'tdim. Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram silkasi YouTube kanalimiz ostida joylashtirilgan. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.